Bundan bir necha yil muqaddam Injil Muhammad alayhissalom haqlarida nima deydi nomli mo'jazgina risola butun dunyoga tarqaldi va katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Uning muallifi Janubiy Afrika Respublikasida istiqomat qiluvchi Ahmad Didod ismli musulmon olimi nasroniylik ruhoniy Hayten bilan munozara qilib, Injilning eski ahd qismida oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam kelishlariga ochiq bashorat borligini isbotlab bergan edi. Ahmad Didod shunday yozadi: Tavrot 5-kitobining 18-bob 10-oyati. Bo'lajak payg'ambarning Muhammad alayhissalom qiyofalarda dunyoga kelishini tasdiqlovchi yana bir dalildir. Ushbu so'zlarga diqqat qiling. Mening nomim bilan gapiradigan u payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam kimning nomi bilan, kimning nomidan gapirardilar? Qur'oni Karimning 9-surasidan boshqa barcha suralar Bismillahirrohmanirrohim, ya'ni mehribon va rahimli Alloh nomi bilan deb boshlangan. Musulmonlar hamma halol ishlarni shu duo bilan boshlaydilar. Nasroniylar esa ota, o'g'il, muqaddas ruh nomi bilan deya ishga kirishadilar. Shunday emasmi? Shu tariqa men Injildagi u bashorat Iso alayhissalomga emas, balki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga oid ekanini isbotlovchi 20 ga yaqin dalil keltirdim. Dunyoda minglab kishilarning tafakkurini tubdan o'zgartirib yuborgan va ularning islomga kirishlariga sabab bo'lgan bu shijoatli olimning tarjimai holi ko'plarni qiziqtirishi tabiiy. Xo'sh, Ahmad Didod kim? Ahmad Didod 1918-yili Janubiy Afrika Respublikasining Durban shahrida tikuvchi oilasida tug'ildi. O'sha paytda Janubiy Afrika oz sonli oqlar va to'p qora tanli aholi o'rtasidagi fojiaviy ziddiyatlar pallasini boshdan kechirayotgan edi. Otasining Ahmaddan tashqari Abdulloh, Qosim, Umar ismli yana 3 o'g'li bor edi. Keyinchalik Qosim va Umar yirik sarmoyador boylar bo'lishdi. Abdulloh esa 1956-yili Qohiradagi Al-Azhar Dorul Fununiga o'qishga kirdi. Uning islomiy harakati bilan tanishuvi shu yerda boshlandi. U vataniga qaytgach, hamfikr do'stlari bilan Musulmon yoshlar harakati degan tashkilotni tuzdi. Ahmad Didod boshqa qora tanli fuqarolar qatori har kuni o'nlab marta ko'chada, maktabda, do'konda haqorat va kamsitishlarga duch kelar edi. Boshlang'ich sinflarni a'lo bitirgan Ahmad o'rta maktabga o'tkazildi, ammo unda atiga 2 yilgina o'qidi. So'ng oilaga yordam berish uchun ishga kirishga majbur bo'ldi. Ishga joylasharkan u ishlaydigan kichkinagina qahvaxona kelajakda katta Dorul Funulga aylanib ketishini xayoliga ham keltirmagan edi. U ishlaydigan qahvaxona katoliklarning diniy seminariyasi yaqinida edi. Bu yerga kelgan seminariya talabalari, muallimlari har gal bolaning jig'iga tegishardi. Ular Ahmadga sen musulmonmisan deya baqirishar, javobini ham kutmay sening dining yolg'on, payg'ambaring yolg'onchi, kitobing uydirma, borar joying do'zax kabi so'zlarni aytib jazavaga tushishardi. Bu hol har kuni takrorlanardi. Avvaliga nasroniylarning qilmishi Ahmadning g'azabini qo'zg'adi, ammo keyinchalik u haqiqat qayerdagi yolg'on qayerdaligini aniqlab olishim kerak degan qarorga keldi. Shu paytdan boshlab u o'zining ozginagina maoshidan har oydan islomiy adabiyotlar sotib olishga pul ajratib qo'yadigan bo'ldi. Bir kuni cherkov tomonidan islomga qilingan hujumlarning guvohi bo'lgan Hind ruhoniyning Haqiqatni topish nomli kitobi Ahmadning qo'liga tushib qoldi. Muallif unda aksil islomiy xurujlarga, shuningdek Hind nasroniylarining islom haqidagi bergan savollariga javob qaytargan edi. Keyinchalik Didod shunday deydi: "Bu kitob menga ko'p narsa berdi. Unda juda ko'p savollarimga javob topdim." Injilni o'rganish Ahmad Didodning mustaqil bilim olishida navbatdagi bosqich bo'ldi. U yangi ahdning turli nashrlardan bir nechtasini sotib oldi va matnlarni muqoyasa qilar ekan, ularda bir nechta jiddiy qarama-qarshiliklarni topdi. O'z-o'zidan ularning qay biri to'g'ri degan savol tug'ildi. Yosh Ahmad ana shu bir-biriga zid kelgan o'rinlarni qog'ozga tushirdi va har kuni qahvaxonada jig'iga teguvchilarga ko'rsatdi. O'smirning jiddiy savollariga seminariya ilohiyotchilarining javob bera olmay dovdirab qolishgani bir umr Ahmadning esidan chiqmaydi. Ular gangib qolishgan, nima deyishni bilishmasdi deya eslaydi Ahmad Didod. Keyinchalik hech kim musulmonligim uchun ta'na qila olmaydigan bo'ldi. Bu voqea yosh Didodga eng yaxshi himoya hujumga o'tish ekanini anglatdi.
Oradan bir necha yil o'tgach, Ahmad Didod Janubiy afrikalik sanoatchi va huquqshunos adliya ishlari bilimdoni G'ulom Husayn Faneka bilan tanishib qoladi. Didod va Faneka tabiatlari va dunyoqarashlariga ko'ra bir-birlariga juda o'xshashardi. Ularni birlashtirib turgan narsa asosan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam va u zotning sahobalari kabi Alloh taologa va musulmon ummatiga ixlos bilan xizmat qilish niyati edi. Yangi do'sti timsolida Ahmad Didod islomiy ma'rifatni yoyish ishida sobit qadam safdosh topdi. Ular islomiy bilimlarni birga o'rganishar, dinlarni muqoyasa qilish bilan shug'ullanishar edi. Bu paytga kelib Ahmad Didod nasroniylarning ruhoniylari bilan bahs munozaralarda muntazam qatnashar, o'zida mohir da'vatchi mahoratini rivojlantirar edi. Ahmad va G'ulom ko'p vaqtlarni da'vatga bag'ishlashardi. 1956-yil ular Durbanda da'vat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazishdi va uning vakillari sifatida shahar qishloqlardagi cherkov va nasroniylik o'quv yurtlariga bora boshlashdi. Ular odamlarga Injil va nasroniy aqidasining qarama-qarshiliklarini tushuntirib berishardi. Ahmad Didod safdoshi bilan birga mamlakatning uzunasiga ham, ko'ndalangiga ham kesib, kishilar ongidagi to'ntarishlar yasadi. Ularning tushuncha va e'tiqodini butkul o'zgartirib yubordi. Cherkov doirasidagi buhron fosh bo'lib qoldi. Yuzlab nasroniylar Ahmad Didod bilan suhbatdan keyin islomga o'tganlarini e'lon qilishdi. Durbanning ovloq ko'chalaridan biriga joylashgan da'vat tashkiloti eshiklari mamlakatning hamma burchaklaridan oqib kelayotgan muxlislar ko'pligidan aslo yopilmasdi. Cape Townlik sarmoyador shahardagi bir nechta do'konlarning egasi Solih Muhammad bilan tanishuv ham Didod tarjimai holida muhim voqea bo'ldi. Janubiy Afrika Respublikasining savdo markazi Cape Town aholisining asosiy qismi nasroniylar edi. Shaharda cherkov va nasroniylik o'quv yurtlarining rivojlangan infratuzilmasi mavjud edi. Ammo Cape Townda kattagina musulmon jamoasi ham istiqomat qilishiga qaramay, musulmonlarning shahardagi maqomlari uncha baland emasdi. Ahvolni biroz o'nglash maqsadida Solih Muhammad nasroniy ruhoniylari bilan munozaralar o'tkazish uchun Ahmad Didodni Cape Townga taklif qildi. Musulmon olimining muxoliflar bilan birinchi bahslariyoq jamiyatda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Har bir uchrashuvga ko'p sonli jamoat to'planar, ular orasida yirik tojirlar, davlat xizmatchilari bo'lar edi. Ahmad Didod qisqa vaqt ichida ko'plab oqil insonlar ongiga ta'sir o'tkazishga erishdi. Uning ismi qora tanlik aholi erki uchun kurashchi Nelson Mandelaning nomi bilan bir qatorda tilga olinadigan bo'ldi. Cape Town esa Ahmad Didod shahri deb ataydigan bo'lishdi. O'zining aytishicha, uning erishgan yutuqlarida rafiqasi Havvo xonimning katta xizmatlari bor. Birgalikdagi hayotlarining birinchi kunlaridayoq Havvo xonim erining haqiqiy safdoshi va yordamchisiga aylandi. Chunki erining faoliyati katta jismoniy va ruhiy kuch-quvvat talab etardi. Har gal uyga qaytarkan, uni xonadonida mehribon va g'amxo'r ayoli, ajib osoyishtalik, farog'at va orom kutib olardi. Farzandlari eng avvalo musulmon bo'lgan holda har biri o'z hayot yo'lidan borishdi. Katta o'g'li Ibrohim elektronika sohasida muhandis bo'lib yetishdi. Yana bir o'g'li Yusuf esa hozir yirik tijoratchi. Ahmad Didod hozirgi diniy arboblarga yetishmayotgan ko'p fazilatlar sohibi edi. Do'stlari va yaqinlarining ta'kidlashlaricha, u hamisha halim, samimiy, qanoatli bo'lib, suhbatdoshlarni tinglashni bilar, ularning savollariga odob bilan, lekin qat'iy javob qaytarar edi. Va'dasiga doimo vafo qilardi. Hech qachon uchrashuvga kechikib bormasdi. Nihoyatda mashhurligiga qaramay, o'zini haddan tashqari kamtar va hokisor tutar, ovqatlanish va kiyinishda hamma qatori bo'lishga urinar edi. Eskigina Volkswagen Jug mashinasi uning yagona ulovi edi. Ahmad Didod tozalik va tartibni juda yaxshi ko'rardi. Uning mo'jazgina ishxonasi hamisha tartibli, pokiza bo'lar, kitoblar tokchalarga chiroyli terilgan, stol ustida ortiqcha hech narsa bo'lmas edi. Ahmad Didod o'zi boshlagan ishi davomli bo'lishi zarurligini yaxshi tushunardi. Buning uchun mustahkam zamin yaratish kerak edi. Musulmon olimi o'ziga xos ko'tarinkilik va qat'iylik bilan ana shu maqsadni amalga oshirishga kirishdi. Uning sa'y harakatlari bilan Janubiy Afrika Respublikasida bir nechta o'quv yurtlari va markazlari ochildi. Ular orasida Durbandagi Ahmad Didod uslubi o'rgatiladigan Islom da'vati xalqaro markazi asosiy o'rinni egallaydi. Markazda 8 kurs bo'yicha 2 yil ta'lim beriladi. Olimlar va voizlarning ko'pi Ahmad Didod maktabini o'tagan va uni shaxsan yaxshi taniydigan kishilardir.
Jahonning ko'pgina mamlakatlaridan kelgan talabalar bu markazda islomiy ilmlarni va da'vatning eng zamonaviy usullarini o'rganib, vatanlariga qaytishmoqda. Ahmad Didod da'vat ishida zamonaviy texnologiya, telekommunikatsiyalar, internet va yo'ldoshli telekanallardan foydalana olmadi. Chunki bu yangiliklarning ko'pi olim og'ir kasallikka uchragandan keyin paydo bo'ldi. Shunga qaramay, u chiqishlari va ruhoniylar bilan bahs-munozaralari orqali 10 minglab kishilar ongida to'ntarish yasadi. Uning qator tillarga tarjima qilingan asarlari yolg'on aqida va shubha-gumonlar ummonida ko'pchilikka mayoq bo'lib kelyapti. Umrining nihoyasida Shayx Ahmad Didod to'shakka mixlanib qolganiga qaramay, Allohning diniga xizmat qilishni davom ettirdi. Har kuni o'nlab maktub va elektron yozishmalarga javob qaytarar, murojaat qilganlarning hammasidan qimmatli maslahatlari va pand-nasihatlarni daraxt tutmasdi. Ahmad Didod 2005-yil 8-avgust kuni olamdan ko'z yumdi. Do'stlar, keling, u kishining haqlariga duo qilaylik. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, sizlarga agar video roligimiz yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida iltimos, like va podpisatsiyani bosing. Xayr, salomat bo'ling.